Uyida aristoni borlarga alohida eslatma. Aristonni ichiga bunday suvni solib, bunday chayqab qo'yish bu ariston tozalash degani emas. Alohida testerlarda 0 dan 10 gacha, tenlarda alohida har bitta narsalar, reli, datchiklar alohida, obratnik klapanlar, suvni kirish, chiqish, ichini tozaligi hammasini alohida qilib sizga yangidek osib berish bu ariston chiska deyiladi. 12 viloyat bo'ylab telefon qilishyapti. Maslahat tekin, xohlagan payt 24 soat bemalol so'rayveringizlar. Kimgadir qo'limizdan kelib maslahatimizni berib yordamimiz tekkanlar bo'lsa, shu videoni ko'rsa kommentariyaga yozib ketinglar. Qo'limizdan kelgancha yordam qilyapmiz. Maslahatlar mutlaqo tekin. Qo'ldan kelgancha yordamimizni beramiz. Toshkent bo'ylab mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Xudo xolasa Ariston bo'yicha eng sifatli, eng samarali xizmatlarni narxlarni ham kelishtirib qilib beramiz. Keyin ayrim telefon qilayotgan klientlar, aka Aristonim bor edi, qarang, mana shuni sal arzonroq qilib bersangiz, qo'shnimda ham bor, ovsinimda ham bor. Yolg'on u gap, bilaman, shu gapni qayerdan topyapsizlar? Maza qilaman-da shu gaplaring, ey jonlaring omon bo'lsin-da. Hali aristonlardan boshqa ishlarimiz ham ko'p, santexnika ishlarimiz ham bor. Unga ham chaqiramiz, arzonroq qiling degan gaplaringga maza qilaman-da. Shundoq ham aytaveringizlar. Bundayroq oilalar bo'lsa, tushirish kerak bo'lsa, narxlarni shundoq ham tushirib, shundoq ham qilib berib ketgan joylarimiz bor. Xudo xolasa qilib beraveramiz. Hunarda Alloh taolo berib qo'yibdi. Alloh taolo sizlarning onlaringda yuzimizni yorug' qilsin inshaalloh. Salomat bo'lasizlar. Sizlardan bir so'm pul ketmaydi. Shu videoga bitta like bosib, yaqinlaringga jo'natib qo'ysalaring, bir so'm pul olmaydi. Iltimos shu videoni imkon qadar aristoni borlarga tarqatib qo'yinglar, kimgadir manfaatli bo'ladi. Salomat bo'ling.